Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, darsimizni boshlaymiz. Darsimiz 15 dars, arab tili fanidan 15 dars. Al-lughatul arabiyyatu ad-darsul xamisu ashara. Demak, ko'rsatish almoshlari mavzuyimiz hamda matnlar o'qishga bag'ishlanadi. Demak, rejalarimiz 3 qismdan iborat. Birinchi va ikkinchi rejalarimiz yaqin va uzoq predmetga nisbatan ko'rsatish almoshlariga bag'ishlanadi. Va uchinchi rejamiz matn o'qishni o'z ichiga oladi. Ko'rsatish almoshlari arab tilida asmaul ishara degan nom bilan ham nomlanadi. Ko'rsatish almoshi gapda ega, kesim, izohlovchi, aniqlovchi vazifalarda keladi va ma'lum bir predmetga ishora qilish vazifasida qo'llaniladi. Arab tilida ko'rsatuv almoshlarining o'ziga xosligi shundaki, u qaysi predmetni ko'rsatib kelsa, o'sha predmetning jinsiga, soniga, insonni yoki predmetni ko'rsatib kelishiga qarab o'zgaradi. Demak, mana shunday xususiyatlari mavjud hamda gapda ega vazifasida kelsa, kesimga moslashadi. Yaqin predmetga nisbatan ko'rsatish almoshlarini ko'rib chiqamiz. Demak, bu o'zbek tilida bu, shu kabi ma'nolarni bildiradi, biroq arab tilida ikkilik hamda muzakkar muannas shakllar bo'lganligi sababli ko'proq shakllari mavjud bu almoshning. Demak, birinchi shaxs emas, uzr, ya'ni birlikda muzakkarda kelganda, ya'ni hadza hamda bu muzakkar shakl. Hada kitabun, bu kitob. Muannas shaklda bu hadihi bo'ladi. Ya'ni yozilish va o'qilishiga ko'ra biroz farqlar mavjud. Ikkilikda kelganda hadani, bu muzakkarda, muannasda esa hatani shaklida keladi. Ko'plikda esa biroz o'ziga xosliklar mavjud bo'lganligi sababli biz uni yashilda belgiladik. Misol uchun, odamlarga nisbatan haulai shakli ishlatiladi. Bu jinsdan qat'iy nazar ko'plikmi? Ko'plikda demak, muzakkarmi yoki muannasmi? Qat'iy nazar odamga nisbatan haulai shakli ishlatiladi. Hamda odamdan boshqa narsaga nisbatan esa hadihi shaklini ishlatamiz. Ya'ni muannas birlik bilan bir xil shakl. Demak, yana ko'rib chiqamiz. Hada kitabun, bu kitob. Hadihi tilmizatun, bu o'quvchi qiz. Hadani kitabani, bu ikkita kitob. Hatani tilmizatani, demak, bu ikkita o'quvchi qiz. Haulai nasun, bu odamlar. Haulai nisaun, bu ayollar. Odamdan boshqa narsaga nisbatan esa hadihi shakli ishlatiladi. Hadihi qitatun, bu mushuklar. Hadihi g'urafun, bu xonalar. Demak, uzoq predmetga nisbatan ko'rsatish almoshlari o'zbek tilida anavi, o'sha degan ma'nolarni beradi. Arab tilida muzakkar shakli zalika. Zalika, masalan, zalika kitabun, o'sha kitob. Agar al bilan aytadigan bo'lsak, bu birikma bo'ladi. Zalikal kitabu, o'sha kitob. Keyin yana davom etish kerak gapimiz. Tilka g'urfatun, o'sha xona. Tilka tilmizatun, o'sha o'quvchi qiz. Zanika, zanika kitabani, o'sha ikkita kitob. Tanika tilmizatani, demak, o'sha ikkita o'quvchi qiz. Endi bu yerda ham yashilda belgilaganmiz. Odamlarga nisbatan biz ulayka shaklini ishlatamiz. Ya'ni jinsdan qat'iy nazar ham muzakkar ham muannas uchun ulayka nasun yoki ulayka nisaun shaklida kelishi mumkin. O'sha odamlar va o'sha ayollar, ya'ni nasun bu erkaklar degan ma'noni beradi. Odamlar ma'nosida ham qo'llaniladi. Odamdan boshqaga nisbatan esa muannas birlik shakli, ya'ni tilka ishlatiladi. Tilka qitatun, o'sha mushuklar. Tilka g'urafun, o'sha xonalar. Demak, jamiatuna matni hozir ko'rib chiqamiz. Bu universitetimiz deyilgan. Bu yerda universitetimiz degan ma'noni beradi. Bu yerda demak matnni ko'rib chiqamiz. Jamiatuna kabiratun va jamilatun.
نحن ندرس في هذه الجامعة كل يوم. أنا طالب في الجامعة. أدرس اللغة العربية. أخي يدرس في الجامعة أيضا. هو يدرس الهندسة. هي أختي تدرس الطب. لدينا أساتذة ممتازون. هم يساعدوننا في الدراسة. نحن نحب جامعتنا كثيرا. Demek النص للقراءة أقش المتن. جامعتنا كبيرة وجميلة. Üniversitemiz katta va chiroyli. نحن ندرس في هذه الجامعة كل يوم. Biz bu üniversitede har kuni o'qiymiz. أنا طالب في الجامعة. Men üniversitede talabaman. أدرس اللغة العربية. Arap tilini o'rganaman. أخي يدرس في الجامعة أيضا. هو يدرس الهندسة. Akam universitetda akam ham universitetda o'qiydi va u muhandislikni o'rganadi. Hiya uxti, bu singlim yoki opam, tadrusu tibba, tibbiyotni o'rganadi. Ladayna asat ladayna asatidatun mumtazuna. Bizda juda yaxshi o'qituvchilar bor. Hum yusaidunana fid dirasati. Ular bizga o'qishda yordam berishadi. نحن نحب جامعتنا كثيرا. نحن نحن نحب جامعتنا كثيرا. Biz universitetimizni juda yaxshi ko'ramiz. Demak, hozir men o'qib bergan o'sha harakatlantirish asosida, hurmatli talabalar, siz matnni ko'chirib yozib, uning harakatlarini qo'yishingiz hamda matndan birikma, kishilik hamda ko'rsatish olmoshlarini ajratib yozib chiqishingiz kerak. Hurmatli talabalar, mavzuni mustahkamlash uchun sizga quyidagi savollar taqdim etilyapti. Birinchisi, arab tilida ko'rsatish almoshlari necha xil bo'ladi? Ikkinchisi, ko'pliklarda ko'rsatish almoshlari yasashning o'ziga xosliklari nimada? Va nihoyat, 7-chi slaydda matn yuzasidan berilgan topshiriqlarni bajaring hamda mening oilam mavzusida mustaqil matn tuzing. Hurmatli talabalar, mavzuni yanada mustahkamlash uchun esa siz slaydda taqdim etilgan mana shu adabiyotlardan foydalanishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.